Ernest Hemingway 1899-yil 21-iyulda Oak Park, Chikago yaqinida yashab o'tgan amerikalik yozuvchi. 1917-yildan Kansas sifatida jurnalist reportyor sifatida ish boshlagan. Birinchi jahon urushi qatnashchisi. Hemingway 1928-yilda Parijda, 1939-60-yillarda Kubada yashagan. Dastlabki hikoyalar kitobi Bizning zamonda, Quyosh chiqadi inglizcha nashrlarda esa Fiesta nomi bilan chop etilgan. Alvido qirol romanlarida urushning bemisol mantiqsizlari, inson haq-huquqlari, erkiga tajovuz, ayni paytda insoniy mardlik, qadr-qimmat va muhabbatning har qanday yovuz kuchlardan ustunligi yorqin ifodalangan. 1930-yillarning birinchi yarmida Hemingway ijodida tushkunlikni kuzatish mumkin. Shu davrda yozuvchi hayot yo'lini qayta mulohaza qilib ko'rishga, o'z ijodining muayyan yo'nalishlarini aniqlashga intiladi. Hemingway 1931-39-yillari ispan xalqining milliy ozodlik kurashida harbiy muxbir sifatida qatnashadi. Shu yillarda uning bir necha ochik va reportajlari Motam qo'ng'irog'i romani chop etiladi. Hemingway 1961-yil 2-iyul Aydaho shtatida